Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika hukumati 2024-yillik Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklar haqidagi kishilik huquq dokladini e'lon qilib, 2024-yili bir yil ichida Xitoyda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar Uyg'urlarni asos qilgan va Sharq Turkistondagi boshqa oz sonli millat va diniy oz sonli millat a'zolari qartilgan deyilgan. Mazkur doklad kishilik huquqdagi muhim masalalar va ishonchli dokladlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, Xitoy hukumati xohlagancha yoki qonunsiz tutib turish, qirg'in qilish, g'oyib qilib etish, qiynash yoki rayimsizlik, pastkash muomala yoki jazo, ixtiyorsiz yoki majburlash xarakterlik tibbiy sinoq elib berish yoki psixikalik besim, xohlagancha qo'lga ilish va tutib qilish qatorliq barliq razil vositalarni Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistondagi xalqlarga ishlatganligi o'tirib qo'yilgan. Doklad yana 2017-yildan boshlab 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni asos qilgan sot sirtida jazolash, jazo lagerlari, türmeler ve başka nama'lum joylarda atalmış qayta tarbiyalash markazlarida tutib turilgan. Muhojiratdagilarga davlat halqagan bostirish harakatlari ilib berib, fikr erkinligi va axborot erkinligini bostirishga uringan. Chegara ichida bo'lsa, jumladan jurnalistlar, advokatlar, yozuvchilar, blogerlar, o'qituvchilar, ariz qiluvchilar va boshqalarni o'rinsiz qo'lga ilish va jinoiy javobgarlik tortish va tor erkinligiga chek qo'yish qatorliq og'ir cheklamalar va bostirishlar ilib borgandan boshqa, diniy erkinlik cheklamasi, majburiy bola tushirish va majburiy tug'mas qilib etish, majburiy emgakni o'z ichiga olgan odam atkazchiligi, mustaqil ishchilar uyushmasi va ishchilarning uyush erkinligini sistemlik cheklash hamda quromiga yetmaganlarni majburiy emgak silishning eng nachar shakllarining ko'rinarli og'ir ekanligini ta'kidlagan. Bu dokladning birinchi bo'limida Sharq Turkistondagi jazo lagerlari yoki tutib turishga munosabatli qamab qo'yilganlarning o'lim xabarining borligini, ko'pincha Uyg'urlarning jazo lagerlaridan qo'yib berilgandan keyingi bir necha hafta ichida qazo qilganligini bayqaganligi to'g'risida xabarlar borligini alayda ta'kidlab, hukumat yoki uning vakolatchilarining 2024-yil ichida xohlagancha va qonunsiz odam o'ldirganligi to'g'risida xabarlar borligini o'tirib qo'ygan. Dokladning planliq tug'utga munosabatli qismida Uyg'urlarning Xitoylarga qo'llanilmagan nopusni kontrol qilish tadbirlariga uchraydiganligini, hukumatning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilib, boshqa oz sonli millat va diniy oz sonliqlarni nishonlab, nopusni majburiy kontrol qilish tadbirlari bilan rayonda tug'ilish nisbatining tuvanlashini keltirib chiqargan. Hukumat doiralari majburiy bola tushirish, majburiy homildorlikdan saqlanish tadbirlarini ishlatish, majburiy bola tug'ut cheklash uskunalarini qistirish va rayondagi tutib turish markazlarida ayollarni majburiy tekshirish va tug'mas qilib etish asosligi Uyg'urlarni nishon qilgan. Aksicha 2023-yili 2-oydan boshlab Xitoyning Guangdong, Shanxay, Anhui va Shanxida bo'lgan planliq tug'utni amaldan qoldirib, Xitoylarning ko'proq tug'ishni tashviq qilganligi o'tirib qo'yilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur, Tibet va boshqa oz sonli millatlar bilan Xitoy xalqiga o'xshamaydigan siyosat yurgizganligini alayda ta'kidlagan. Mazkur dokladning 3-bo'limida Xitoyning oz sonli millatlarga, bo'libmi Uyg'urlarga qartilgan irqchilik va kamsitishning og'irligini ta'kidlab, hatto buni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat va urush jinoyati darajasiga berib yetganligini o'tirib qo'ygan bo'lib, Xitoyning rasmiy davlat taratqullari oz sonli millat yoki diniy guruhlarning a'zolarini zo'ravon yoki past ko'rsatib tasvirlaydigan tashviqotlarni davomli e'lon qildi va bu xil tashviqot orqali odatda islom bilan zo'ravonlikning bog'lanishi borligini o'tirib qo'yib, dinga e'tiqod qiluvchilarni madaniyat jihat qaloq va tarbiyasiz, shunga qayta tarbiyalashga muhtoj deb tasvirladi deyilgan. Doklad yana hukumat Xitoylarni Sharq Turkiston va boshqa oz sonli millatlar rayonlariga ko'chishini davomli ilgari surib, bu yerdagi Xitoy nüfusini ko'rinarli oshirdi. Hukumat oz sonli millatlarning madaniyati, tili va diniy kimligini ifodalashda qattiq cheklamalarni yo'lga qo'ydi. Buning ichida soqol qo'yish, yog'liq artish, hatto kishilarning haroq tamoq tashlashlarini jinoiy qilmish deb cheklash nizomini yo'lga qo'ydi. Bu belgilamalar yana ba'zi islom ismlarini ishlatishni chekladi va bolalarga din o'rgatganlarga jazo berdi. Qo'shmoq oila programmasi nomida oila tekshirishi ilib berib, Uyg'urlarning uyida majburiy turgan va oilalarni nazorat qilgan. Doiralar yana maxsus Uyg'urlarni nishonlash va iz qo'g'lash uchun loyihalangan zo'r turkumdagi nazorat texnikasini qo'llangan deyilgan. Mazkur dokladda axborot erkinligining axborotchilarning hukumat,
hərbiy, istixbarat və saqçı qismləri hökumət boshqarishidagi jinoiy guruhlarning jismoniy jazo və qattiq nazoratiga uchraydiganligini ta'kidlagan bo'lib, buningdan boshqa yana Uyg'urlarga qarata majburiy emgak, majburiy g'oyib qilib etish, gunohsiz yerga majburiy tutib turish va jazolash, diniy erkinlikning ig'ir darajada dafsanda qilinishi, chegara halqagan bostirish, chet eldagilarni kontrol qilishga urinish, chet el hukumatlarini Xitoy qarshi o'qituvchilar nazorat qilishga zo'rlash, qur'oniga yetmaganlarni majburiy emgakka silish, odam etkazchilik qatorliq mazmunlarni o'ttirib qo'ygan. Janubiy dengizdagi jiddiylik kun sari kuchaymoqda. Yaqinda Janubiy dengizdagi jiddiylik kun sari kuchayotgan bo'lib, Xitoy-Amerika urush paraxotlari orasida keskin tirkishish yuz bergan. Germaniyada chiqadigan kundalik xabarlar gazetining bildirilishicha, ikki Filippin paraxoti Xitoyning bir urush kemisini qo'g'layotganda Xitoy paraxotiga so'qilib ketgan. Arqadilla mazkur rayonda tekshirish ilib berayotgan Amerikaning bir charilg'uchi paraxoti bilan Xitoy paraxoti orasida tirkishish yuz bergan. Filippinning xabariga qaraganda, bir necha kun ilgari ikki Filippin paraxoti Xitoyning bir urush kemisini qo'g'layotganda Xitoy paraxotiga so'qilib ketgan edi. 12 avgust kuni mazkur rayonda tekshirish ilib berayotgan Amerikaning bir charilg'uchi paraxoti bilan Xitoy paraxoti orasida tirkishish yuz bergan. Xitoy armiyasining bayonotiga qaraganda, Amerikaning tekshirgich paraxoti Scarborough Xadatash rayoniga kirgandan keyin Xitoy hukumati buni Xitoyning egilik huquqiga daxl taruz qilganlik degan. Amerika dengiz armiyasi buni xalqaro ochiq dengizda yo'l boshlash erkinligi deb rad qilgan. Yaqinda Janubiy dengizda Xitoy, Filippin, Vyetnam orasidagi dengiz tabiiylik talash tortishi kun sari kuchayotgan va Xitoyning baliqchi kemalari, charilg'uchi kemalari Filippin va Vyetnam dengiz tabiiyligiga to'xtamay daxl taruz qilayotgan bo'lib, bu tirkishlarga navbatda Amerikaning charilg'uchi kemalari qaytilgan. Filippin tarafning bayonotchisi bu vaqtda mundaq deydi: 11 avgust dushanba kuni o'xshash ahvol yuz berdi. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atirti Filippinning dengiz sharlash atirtiga suv zamburki bilan hujum qildi. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazatchi paraxoti Filippin paraxotini tez suratda qo'g'lab, xatarlik manevr jarayonida ikki tarafning paraxotlari so'qildi. Bu bir qancha davlat o'rtasidagi talash tortishda Xitoy butkul Janubiy dengizni degidek o'zining bo'lishini talab qilayotgan bo'lib, Xitoyning Janubiy dengizdagi zo'mgarligi kun sari ishib, navbatda Filippindan boshqa Brunei, Malayziya, Tayvan va Vyetnam dengiz qirg'og'ida bu rayonning egilik huquqini talab qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.